Hammaga assalomu alaykum. Hozirgina mana mehmonxonamizga yetib oldik. Bizlar stadionga mashinada emas, avtobusda borgandik, chunki probkalar bo'ladi va parkovka qimmat deb avtobusda borgandik. Endi nima demoqchiman? Charchab keldik, mana gostinitsamizga juda ham baqir-chaqir qilib, baqirib, mazza qilib politsiya qildi O'zbekistonni. Yigitlar Allohga shukr yaxshi o'zini ko'rsatishdi, gol ham urishdi. Hisobga olinmagan bo'lsa ham haqiqiy gol bo'ldi deb o'ylayman. Ko'p mana kommentariyalar ko'rdim, mana avtobusga kelayotganda probkada ko'p qolib ketdik. Avtobusda ko'rdimki, shu kommentariyalarda ko'rdimki, odamlar noroziday, ya'ni shu O'zbekistonda ba'zi bir odam, hammasi deyman, ba'zi bir insonlar juda ham bir tanqidiy fikr bildirishgan terma jamoa haqida, yoshlar haqida. Men shuni aytmoqchi edimki, agar vatanni, yoshlarni bizlar qo'llab-quvvatlamasak, hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Mana shu stadionda shunisiga guvoh bo'ldimki, stadion liq to'la va juda ham ko'p portugaliyaliklar yoki Cristiano Ronaldoga bolets qiladigan amerikalik, meksikaliklar ham bor. Ular O'zbekiston haqida eshitishmagan ham. Ular lekin Portugaliyani bilishadi, Cristiano Ronaldoni bilishadi. Cristiano Ronaldo deb ular qo'shiqlar aytishdi o'sha qanaqada stadionda. Bitta narsadan menda bir xohish paydo bo'ldiki, ya'ni O'zbekiston niyat paydo bo'ldiki, O'zbekiston jahon chempionatida yutqizgan bo'lsa ham, agar hali inshaalloh yana bir o'zgarish bo'lar yaxshi. Nima bo'lgan taqdirda ham kelajakda bundan yuqori natijaga erishib kuch-quvvati bor va bunga talant ham bor. Faqatgina u biz tomonidan ham, davlat tomonidan ham, hamma tomonidan ularga yordam, ko'mak kerak, podдержка kerak. Mana shu jahon chempionatiga men hozir chiqdim, borib keldim demoqchimanki, o'sha stadionda yana juda ham zo'r joyda joylashganmiz. Omadim kelib, o'sha Alloh taolo o'sha narsani nasib qildi. Unga mana shu oddiy bir niyat orqasidan bo'lgan. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqsa, Amerikada bo'ladigan bo'lsa, albatta boramiz deb. Endi niyatimda dadam ham bor edilar, ota-onamni olib kelaman degandim. Viza masalasida muammo bo'lganligi uchun o'zbeklarga ularga urinib ham ko'rganimiz. Ammo inshaalloh keyingi jahon chempionatlariga niyat qilamiz. O'zbekiston chiqsin, bizlar ham boraylik. Oddiy odamlar ham borishsin, vizalarda qiynalishmasin. Mazza qilib politsiya qilishsin. Bu bir kun emas, bir kun ishonaman, men liftda ham portugaliyaliklar orasida uchishib qoldik. Bugun mehmonxonamizda zavtrakda ham portugaliyaliklar bor edi va Cristiano Ronaldo kim bo'lgan odamlar bor edi. Hammasi Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo deb shunaqa qilib qo'shiqlar tuzib aytishdi. Aytmoqchimanki, o'sha paytda bizlar o'zimiz turdik o'sha yerda, bizdan boshqa hech kim yo'q edi va bitta bir qalbimda bir tuyg'u, bir fikr paydo bo'ldiki, qani biz ham juda ko'p bo'lsak, mana shu stadionni to'ldirib, yondirib, mana shunday qo'shiqlar kuylab bir mana qilsak. Bugun futbolistlarimiz ham bor edi va ularga qo'llab-quvvatlovchilar ham bor edi. Yetarli darajada bo'ldi deb o'ylayman, chunki shu kamchilik bo'lsak ham stadionni yondirdik. O'sha odamlar qo'shiqda, nima deydi, do'mbirachilar, nog'orachilar hammalari stadionni yondirishdi va inshaalloh bu narsa davomiy bo'lsa, bizlar juda muhim natijalarga erishamiz va bunda hammamizning rolimiz bor. Futbolistlarni ham, davlatni ham, oddiy xalqni ham. Oddiy xalq qo'llab-quvvatlashda davom etish kerak, duo qilishda davom etish kerak. Eng muhimi, duo qilishda davom etish kerak. Yaratgandan Alloh taolodan so'rab, mana shu yaxshi natijalarni so'rab, duo qilishda davom etish kerak va albatta inshaalloh boshqa sportlarda bo'lganday, boshqa bir kasblarda bo'lganday O'zbekiston futbolda ham yaxshi natijalarga erishadi deb o'ylayman. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omon bo'lasizlar.